Assalamu alaykum hurmatli saboqdoshlar. Aqida darsimizga xush keldinglar. Biz bugun aqida darsimizning 10-darsini o'qiymiz. Biz bugungi darsimizda tunji qilib tavassul haqida to'xtalamiz. Ya'ni tavassul qilish, ya'ni Alloh taoladan bir narsa so'rag'an vaqtimizda o'ttirg'a bir narsani vasita qilish bizning ahli sunna val jamoa aqidasi to'g'rimi? Qaysi ishlar bilan to'g'ri, qaysi ishlar bilan to'g'ri emas, bu haqda to'xtalamiz. Unda bo'lsa biz darsimizni boshlaylik. Bismillahirrohmanirrohim. At-tavassul va anva'uhu deydi. Tavassulning o'rnining baliqi Qur'on Karimda Alloh taolo ya ayyuhallazina amanu taqulloh. Ey mu'minlar, Allohdan qo'rqinglar va u Allohga yaqinchilik qiladigan, yaqinchilikqa olib boradigan bir vositani izlanglar. Va Alloh yo'lida jihad qilinglar. Umidga nijot topsizlar deydi. Endi Allohga yaqinlashtirgan vositalar qaysi? Amali solihlar, yaxshi amallar. Shundaqmi? Undan boshqa narsalar bilan vosita qilishga bo'lamdi deganda, biz bu nuqtadan tavassulni 3 turga bo'lamiz. Birinchisi at-tavassul mashru'. To'g'ri bo'lgan, bizning shariatimizga uyg'un keladigan tavassul. U qaysi desa, birinchidan Allohning ismlari bilan tavassul qilish. Ey Razzaq sifatingning hurmati bilan. Ey Alloh, sening Razzaq sifating bilan so'raymanki, menga rizq bergin. Ey Allah, sening G'afur sifating bilan so'raymanki, meni kechirgin deb Allohningki ismi bilan qanday qilish, vasita qilish buni bo'ladi, to'g'ri bo'ladi. Bu mashru'. Ikkinchisi sifatlar bilan. Allohning sifatlaridan bir sifatlar bilan vasita qilish to'g'ri. Alloh taolo Qur'on Karimda valillahil asmaul husna fad'uhu biha dedi. Allohning go'zal ismlari bilan uni bilan Allohni chaqiringlar dedi. Uni vasita qilish to'g'ri. Uchinchidan yaxshi amallarimiz bilan vasita qilish to'g'ri. Masalan, Allohdan bir narsa so'ramoqchi bo'lsak, ey Alloh, men paloni ishni nihoyat ixlos bilan faqat sening roziligingni ko'zlab qilgan, agar shu amalim senga yaragan bo'lsa, mening ma ishimni qilib bergin, bu duoyimni ijobat qilgin deb ilgari qilgan bir yaxshiligimizni vasita qilib Alloh taologa bir narsa so'rashchi, bu to'g'ri. Buning dalili g'orning ichiga keplashib qolgan 3 odamning bir voqealigi va hadisda. Bu odamlarning ichidan birisi qanday qilgan? Bir qilgan amalni vasita qilib Allohdan so'rgan. Bu hadisda kelgan. Bu to'g'ri. Shundaqla Qur'on Karimdami va iz yarfa'u Ibrohimul qawa'ida minal bayti va Ismoil Robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. İbrahim va Ismoil alayhisalom o'g'li bilan birga Ka'baninki ho'lni tutib o'tib Robbana taqabbal minna degan. Ya'ni bir yaxshi amalda birini qilib o'tib, qana qilgan? Allohdan duo qilgan. Shu amalni qana qilib, vasita qilib. Uchinchisi, boshqalarning duosi bilan tavassul qilsak bo'ladi. Ya'ni taqvodor odamdan qashqirib, menga duo qilib qo'ysizlar deb shu odamning duosini qana qilsak, vasita qilsakchi bo'ladi. Ya'ni boshqalardan duo ilish deymiz biz. Solih odamlardan, o'zimizning taqvo odamlardan duo olish. Bu to'g'ri bo'lgan tavassul. Buning dalili Qur'on Karimda bo'lgan qalu ya abana istaghfir lana dhunubana. Yusuf alayhisalomning o'g'illari dadasiga dada bizning gunohimiz uchun biz uchun qanday qilsizlar, mag'firat talab qilsizlar deb dadasidan duo talab qildi. Demak, boshqalarning duosi bilan tavassul qilish, boshqalardan duo olish shariatda o'rni bor. Cheklangan tavassul qaysi desa, o'liklardan bir narsa so'rash, ya'ni o'liklarni vasita qilib bir narsa so'rash. Bir odam, bir solih odam batdi, o'lib ketdi. Yoki payg'ambarimiz vafot topdi, payg'ambarimizni qana qilib, vasita qilib so'rashchi, bu to'g'ri emas. Ammo payg'ambarimiznikida biroz ixtilof bor. Undan boshqa o'lib ketgan odamlarnikida ixtilof yo'q. Ya'ni shu odamlarningki qabrisidan qashib g'arib, mushu bandang sabablik, mushu bandang bilan men sendan bundan narsa so'rayman deb o'lib ketgan odam orqali hojatlar va qiyinchiliklarni ko'tarishni so'rash bu cheklangan. Bu bo'lmaydi. Bid'i bo'lgan tavassul qaysi deganda Alloh taolo yo'l qo'ymagan har qanday narsalar bilan tavassul qilish bu to'g'ri emas. Endi payg'ambar alayhissalatu vassalamningki duosi bilan sahobalar vasila qiladi. Ya'ni Rasulullohdan duo talab qiladi. Ey Rasululloh, bizni qurg'oqchilik besib ketdi, Allohga duo qilsizlar deb Rasululloh orqali qanday qiladi? Allohdan so'raydi. Ya'ni Rasulullohni vasita qiladi. Buningda hech bir ixtilof yo'q, ammo Rasulullohning
zati bilen, Resulullah ölüp ketdi go hazır. Resulullah'ın zatı bilen suraş doğrumu. Ey Allah, peygamberin sebeplik bizge manda kılgın. Biz peygamberin ümmeti Muhammed aleyhisselamni sana vasıt kılımız. Bizden ma duayımız icabat kılgın dep Resulullah vafat tapkan bizden peygamberimizni öz zatını vasıt kılıp vesile kılış doğrumu dese bizden İmam Ebu Hanife bunu doğru emas dep qaraydı. İmam Ebu Hanife ve onunki sahipleri doğru emas dep qaraydı. Endi bizning bugungi darsimizda ikkinchi qilib o'qiydiganimiz karomatul avliya. Avliyalarning karomatlari bu mavjudmi? Bizning ahli sunna val jamoa aqidasi buni qanday qaraydi? Endi karomat bu mavjud. Qur'on Karimda karomatlarning yuz berganligi bayon qilingan. Masalan, Zakariya alayhissalom Maryam alayhissalomning qishga kirgan vaqtda har qatim nima ko'rgan? Yemaklikni ko'rgan. Kullama dakhala alayha Zakariya al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Zakariya har qatim Maryam alayhissalom qishga kirgan vaqtida yemaklikni ko'rdi. Qalu ya Maryam anna laki hada. Bu nereden keldi sizga deb hayron qolgan. Ammo Alloh taolo uningga shunday bir karomatni qanday qilgan? Bergan. Demak, karomat mavjud. Endi karomatni kim inkor qildi desanglar, Mu'tazila inkor qiladi. Kim buni da haddidan oshadi desanglar, tasavvuf ahlining ichidan haddidan eshib ketganlari buni yomon kengaytib o'tadi. Ya'ni Allohning velisi deb muayyan bir odamga xos qilib oladi. Ondan keyin shu odamga Alloh taolo har xil karomatlarni bergan deb, hatto haddidan oshgan oshqullari namoz o'qimaydigan, hatto namozni Ka'ba ko'rib o'qib keldi deydigan uzumiyat turib. Buni kengaytiradigan ahvollar bor. Ammo biz ahli sunna val jamoa qismida deymiz, veli deganimiz veli kim o desa, kullu mu'minin taqi. Har qanday bir mu'min taqvodor bo'ladi ekan, u veli. Chunki Alloh taolo Qur'on Karimda ala inna awliya Allohi la xawfun alayhim va lahum yahzanun. Diqqat, Allohning velilariga hech qo'rqinch va g'am andish yo'q. Kim bu velilar? Allazina amanu va kanu yattaqun. Allohga ishongan va taqvodor bo'lgan kishilar Allohning velilari. Bu bizning aqidamiz. Bundan karomat degan qanday bo'ldi desa, karomat deganimiz shu Allohning velilari, har qanday mu'min va taqvodor bo'lgan mu'mindan qo'lida yuz beradigan mo'jizalar yoki bizning odatdan sirtqi ishlar. Amrun xariqun lil ada. Odatdan sirtqi chiqib ketgan ishlar yajrihillohu ala yadi valiyyin min awliyaihi. Alloh taolo velilerden bir velinin qo'lida uni ijro qiladi. Nimishqa karomatallah. Uni Alloh taolo mukofotlab va u ergashgan payg'ambarni tasdiqlab qilib qo'ydi. Uningga faqat biz ishonamiz, karomat haq deymiz, ammo bir odam qulda karomatni birini ko'rsatib, Alloh buyurmagan, Rasululloh buyurmagan birini bir ishga buyursa, uning ergashilmaydi. Bu ini qilish kerak. Ammo shu narsa umumiy shaklda bo'lishi kerak. Biz karomatga ishonamiz. Undan keyin sahobalar haqida bizning ahli sunna val jamoa aqidasidan ko'z qarash qanday degan vaqtimizda oldi bilan sahoba degan kimlar desak, sahoba deganimiz man ijtama'a bin nabiy sallallohu alayhi va sallam mu'minan bihi ma ta'ala zalik. Payg'ambar alayhissalom bilan mu'min holatda uchrashib va mu'min holatda vafot topgan bo'ladi, sahoba bo'ldi. Rasululloh bilan uchrashdi, mu'min emas, kofir holatda uchrashgan bo'lsa, bu sahoba bo'lmaydi. Endi ularningki o'rni qandaq o'rinda desa, payg'ambarlardan keyingi eng yaxshi kishilar deb qaraymiz. Sahobalar payg'ambardan keyin eng yaxshi kishilar. Bundan dalili payg'ambar alayhisolom aytsa, "Xayrun nasu qarni." Eng yaxshi kishilar mening davrimdagi kishilar. Thumma allazina yalunhum, thumma allazina yalunhum. Ondan keyingi davrdagilar, ondan keyingi asrdagilar deb shundoq sanagan payg'ambar alayhisolom hadisda. Endi ularning ishonchlik darajasi qanchalik? Adalatuhum. Ularning ishonchlik darajasi qanchalik desa, kulluhum udul. Sahobalarningki hammasi udul, ya'ni ishonchlik, yaxshi kishilar. Endi ularning martabalari bormi? Hammasi bir martabadami desa, yo'q. Masalan, muhojirlar ansarlardan afzal. Muhojirlar tafdilul muhajirin alal ansar. Muhojirlar ansardan afzal deb qaraymiz. Nimishqa? Chunki ular hijrat bilan nusratni jug'lagan, hijrat qildi, shundaqlar g'albini jug'ildi. Ammo ansarlar g'alba bo'ldi, hijrat qilmadi. Shundaqlar Alloh taolo Qur'on Karimda muhojirlarni ansarlardan ilgari qanday qilgan, zikr qilgan. Ondan keyin Hudaybiya sulhisidan ilgari Alloh yo'lida pul xarjlagan va Alloh yo'lida urush qilganlar bilan Hudaybiya sulhisidan keyin
Allah yo'lida pul xarjlagan, Allah yo'lida urush qilganlarning fazilati o'xshamaydi. Ya'ni Hudaybiya sulhisidan ilgari musulmonlar ojiz vaqtida, kuchsiz vaqtida Allah yo'lida pul xarjlagan va kurash qilganlar Hudaybiya sulhisidan keyin müminler biraz kuchlangandan keyin Allah yo'lida pul xarjlagan va chiqim qilganlardan va urush qilganlardan afzal o'rinda turadi. Bu Qur'oni Karimda aniq kelgan. Allah Taala dedi: "La yastavi minkum man anfaqa min qabl al-fath va qatal." Sizlarning ichinglardan Hudaybiya sulhisidan ilgari Allah yo'lida pul xarjlagan va urush qilganlar baravar olmaydi. Ular Hudaybiya sulhisidan keyin Allah yo'lida pul xarjlab va urush qilganlardan darajada katta deydi Allah Taala. Ondan keyin Badr ahli Badrga qatnashmaganlardan afzal. Bu haqda hadis var. Ondan keyin Bay'atir Ridvonga qatnashganlar, Bay'atir Ridvon qatnashmaganlardan afzal. Çünkü bu haqda Allah Taala لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. deb Bay'atir Ridvon qatnashganlardan Allah Taala rozi bo'ldi degan oyatni tushirgan. Ondan keyin xos ortiqchilik ega bo'lgan sahobalar. Ular kimlar desa, 4 xalifa oldi bilan ondan keyin jannat bilan xush bishorat bilgan 10 sahoba. Masalan, Ali radhiyallohu anhu deydi, bu ummatninki eng yaxshisi Abu Bakr, ondan keyin Umar degan Ali radhiyallohu anhu. Ya Ibn Umar nim degan, biz Rasulullohning vaqtida tafadul kim yaxshi deyishib, kimni deydik? Birinchisi Abu Bakrni tizitdik, ikkinchisi Umarni tizitdik, uchinchisi Osmonni tizitdik deydi. Ondan keyin ahli bayt, ya'ni Rasulullohning jamiyatiga tava olgan ahli baytlar boshqalardan afzal. Chunki Alloh taolo İsmail aleyhisselamni tanlagan ve İsmail aleyhisselamning bolalaridan Kananni tanlagan. Kananidan Qurayshni tanlagan. Qurayshdan Bani Hashimni tanlagan ve Bani Hashimdan Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam qana qilgan tanlagan. Bu hadisda ve yeni bir hadisda uzakkirukumullahu fi ahli beyti degan Rasulullah. Mening ahli beytim barısida, mening ahli beytim haqida Allah'ni sizlarga eslatman degan. Ya'ni sizlar mening ahli beytimga zulm qilmanglar. Asli har bir musulmonga zulm qilish xato, ammo ahli beytga zulm qilish, ularga til silish texmi xato. Ular fazilatda ustun. Endi biz sahobalarga qarata nima ish qilamiz? Majburiyatimiz nima deganda al-vajibu tujahihim muhabbatuhum. Ularni qanday qilish? Yaxshi ko'rish. Ularga qarata tilimizni, qalbimizni sog'lom tutish, ya'ni tilimizni ulardan Şiilerge o'xshash tillamaslik, qalbimizda ularni yomon ko'rmaslik, ularning orasida yuz bergan urushlardan ig'zimizni yig'ish, ya'ni sahobalar o'tirib yuz bergan urushlar qarta, "Mening xato, mening to'g'ri" deb xato qilganni tillab, "Menda qilmaslik kerak." Har biri o'z oldiga ijtihod qilgan. Undan keyin ravofizlarning yo'ldan ado judo bo'lish. Ya'ni ravofizlar tillaydi-ku sahobalarni, bundan saqlanish lozim. Bu haqda Allah Taala "Vallazina ja'u min ba'dihim" ulardan keyin kelganlar deydi, "Allah bizning gunohimizni kechirsizlar va bizdan iymonda ilgari bo'lganlarning gunohini kechirsizlar. Va la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu." Allohga ishongan kishilar qarta bizning qalbimizda dushmanlikni qilmaslar deydi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam "La tasubbu ashabi" mening sahobalarımni tillamanglar. "Fevallazi nafsi biyadihi" Allah bilan qasam, sizlarning biringlar Uhud tog'iga o'xshash oltinni sadiq qilsa, u sahobalarning birisining yoki yarmining martabasiga yetmaydi deydi. Demak, sahobalar qarta biz tilimizni yig'ishimiz kerak. Endi Qur'on bizning ahli sunnat val jamoa aqidasida Qur'onning harflari, hozir biz ko'rgan harflari va ma'nilari Allohning so'zi. U maxluq emas Qur'on. Allah Taala uning bilan so'zlagan, vahiy qilgan Jibril alayhisalomga, Jibril alayhisalom uni payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning qalbiga parcha-parcha holat ep tushgan, payg'ambarimiz uni kishilarga o'qib bergan deb e'tiqod qilamiz. Bu bizning aqidamiz. Undan keyin kishilar uni o'qisa yoki Qur'onlarga yozgan bo'lsa yoki yadagan bo'lsa, lam yahruj bizalika an yakuna kalamulloh haqiqatan. O Allohningki kalom bo'lishdan chiqib ketmaydi mohiyatda. O yozg'inichi, kishilarni o'qig'inichi desa,
El-fi'lu fi'lul qari. O'qug'ini, o'qishni iborat bu fi'l, qarining fi'li. Yezishni iborat bu fi'l, katibning, yodlashni iborat bu fi'l, hafizning ishi. Kalam, kalamul bari. Allohning chu kalomi. Demak, bizning Qur'onga bo'lgan aqidamiz shu. Endi bizning oxirgi o'rganadigan mazmunimiz Alloh taoloni qiyomatda ko'rish, ko'rmasligimiz haqida. Ba'zi firqalar Alloh taoloni qiyomat kuni ko'rmaymiz desa, yana bir firqalar Allohni ko'ramiz, ammo ko'zimiz bilan emas, qalbimiz bilan ko'rmaymiz deb qaraydi. Bizning ahli sunnat va jamoat aqidasi-chu, qanday qaraydi? Ko'rishninki turi ayanan bi absarihim. Ko'z bilan ko'ramiz Alloh taoloni qiyomat kuni. Alloh taolo Qur'on Karimda vujuhu yawma idhin nadira ila robbiha nadira. Ochiq buningda nima oyat bor. Ya'ni bir hadisda innakum satarawna robbakum kama tarawna al-qamara laylatal badr. Sizlar Badr kechasi oyni ko'rganga o'xshash Robbinglarni ko'rasizlar. Uni ko'rishda qistilib qolmaysizlar deydi. Oyni ko'rishda bir inson qistilib qolamda? Yo'q. Bu jannatga bizningki erishadigan eng chong ne'matimiz bo'lishi mumkin. Alloh taoloni ko'rish. Bila ihata, hech qanday to'salg'usiz bir narsa qo'rish olmaydi Alloh taoloni. Nadi ko'ramiz? Arsat yawmal qiyama. Qiyomatning maydonida. Qachon ko'ramiz? Ba'da dukhulihim al-jannah. Mu'minlar jannatga kirib bo'lgandan keyin ko'radi. Ya'ni biz inshaalloh Alloh taolo hammamizni jannatga kirgili, Alloh taoloni ko'rgili nasib qilsin. Unda bo'lsa vaqtlar bizningki aqida darsimiz shuni bilan oxirlashdi. Kelarki soatlik darsimizda ko'rishaylik. Assalomu alaykum. رأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست